Barchaga assalomu alaykum. Bugungi video obzorimiz Polvon kompaniyasi tomonidan yangi sotuvga chiqqan dori purkagichlar haqida bo'lib o'tadi. Eslatib o'taman, ushbu dori purkagichlar haqidagi video obzorimiz 3 qismga bo'linadi. Sababi yetkaziladigan ma'lumotlar va aytiladigan gaplar ko'pligini hisobiga. Demak, birinchi video obzorimizda akkumulyatorli dori purkagich, ikkinchi video obzorimizda esa benzinli dori purkagich va uchinchi video obzorimizda esa yuqori bosimli, ya'ni uzoq masofaga sepuvchi benzinli dori purkagich haqida gaplashamiz. Demak, obzorimizni boshladik. Akkumulyatorli dori purkagichimizning modeli PV250-20 bo'lib, uning texnik xususiyatlari: bak qismi yengil, mustahkam va kimyoviy moddalarga chidamli plastikdan tayyorlangan. Bak hajmi 20 litr. Akkumulyator turi qo'rg'oshin kislotali akkumulyator texnologiyasiga oid batareya bilan jihozlangan. Bu esa mustahkamlikni, sovuqqa chidamlikni va samaradorlikni oshiradi. Akkumulyator kuchlanishi 12 volt. Akkumulyator sig'imi 8 amper soat. Purkash masofasi 2 metr. Purkash tezligi daqiqasiga 3,6 litr. Uy sharoitidagi kichik bog'lar yoki issiqxonalar va dezinfeksiya ishlarida juda ham samarali ish beruvchi purkovchi qurilma hisoblanadi. Endi akkumulyatorli purkagichimizning qulayliklari, imkoniyatlari va afzalliklari haqida gaplashamiz va shu qatorda bu qanday qilib ishlatilsa uzoq muddat xizmat qilish haqida ham aytib o'tamiz. Bu akkumulyatorli purkagichimiz nafaqat akkumulyator yordamida, balki ko'p vaqt ishlatish mobaynida uning akkumulyator quvvati mabodo tugab qolgan taqdirda ham uni qo'lda ishlatish uchun, ya'ni qo'lda damlab ishlatish uchun richak ham joylashtirilgan. Bu bilan siz bemalol ishingizni davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun purkagichning pistolet shlangini akkumulyator yordamida ishlovchi motor quvurdan uzib, mana pastda bo'ladi. Richak bilan ishlovchi quvurga ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va albatta motor quvurini berkitib qo'ysak, endi qurilmamiz, ya'ni purkagichimiz richak yordamida damlab ishlashi mumkin. Akkumulyatorli purkagichimizning o'chirib yoqish tugmasining yonida minus отвертка tushuvchi kumush ranglik akkumulyator yordamida ishlovchi motor tezligini boshqarish uchun vint mavjud. Agarda foydalanuvchilarimizga akkumulyator yordamida ishlovchi motor bor tezligi bilan ishlashi kerak bo'lsa, shunchaki qurilmaning o'chirib yoqish tugmasidan foydalanishlari mumkin. Dorlash ishlarini bajarish vaqtida purkagich pistoletining dastasini bosganimizda qurilma motori ishlab, ichidagi aralashma suyuqlikni pistolet yordamida purkab beradi. Agarda biz bir joydan ikkinchi joyga yurayotgan vaqtimizda purkagich pistoletini bosmasak, purkagich motori dam olib, shunda purkagichning akkumulyator quvvati tejaladi va akkumulyator yordamida purkash ishlarini ko'proq bajarish imkoniyatini beradi. E'tibor bergan bo'lsangiz, purkagichning yuzasida 3 ta indikator mavjud: sariq, yashil va qizil. Bu nima vazifani bajaradi? Demak, purkagichni ishga tushirgan vaqtimizda sariq va yashil indikatorlar yonsa, qurilma ishga tushganini va uning akkumulyator quvvati yetarli ekanini bildiradi. Agarda purkagichni ishga tushirgan vaqtimizda qizil indikator yonsa, bu akkumulyator quvvati yetarli emasligidan dalolat bo'ladi. Purkagichning komplektidan maxsus zaryadlovchi qurilma ham chiqadi. Bundan tashqari qurilmaning komplektidan mana bunday purkash uchun har xil nasatkalar chiqadi. 3 xil turdagi purkovchi nasatka va o'ziniki bilan mana 4 ta. Bu esa albatta foydalanuvchilarning ehtiyojlaridan kelib chiqib, o'zlariga mos holda purkash imkoniyatini beradi. Va foydalanuvchilarimiz purkagichni yelkalariga osib ishlash vaqtida yanada qulay bo'lishi uchun orqasi maxsus plastik bilan qoplangan. Bu esa uzoq vaqt ishlashini ta'minlaydi va eng asosiysi odamning bel qismi terlashini ham oldini oladi.
Ana endi akkumulyatorli purkagichimizni ishlatish vaqtidagi eslatmalarni aytib o'tamiz. Albatta, ushbu eslatmalarga foydalanuvchilarimiz amal qilsa, har tomonlama ular uchun foydali bo'ladi. Avvalo, purkagichni har ishlatishdan oldin uning shlanglari to'g'ri ulanganmi, komplektdan chiqadigan sanliklari joylashtirilganmi, bularga bir qator ko'z yugurib turib, buni tekshirish uchun kimyoviy modda aralashmagan oddiy suv bilan qurilmani, ya'ni purkagichni bir qator ishlatib ko'rishlarini tavsiya beramiz. Bundan tashqari, bu purkagichni quruq ishlatishni ham tavsiya bermaymiz, chunki akkumulyator yordamida ishlovchi motor quruq ishlashni hisobiga qizib ishdan chiqishi mumkin. Bu esa albatta kafolat shartlari ichiga kirmaydi. Purkagichni ishlatib bo'lgandan so'ng foydalanuvchilarimiz toza suv bilan qaytadan ishlatib, uni bak qismi va purkash qismlarini bir qator tozalab tashlashlarini tavsiya beriladi va tozalab bo'lgandan so'ng uni yotqizmasdan yoki boshni pastga qaratmasdan tik holatda saqlab qo'yishlarini tavsiya beriladi. Sababi, purkagich tozalanmagan holatda olib qo'yilsa, uning bak qismi va purkash qismlari korroziyaga uchrashi mumkin. Bu ham yetmaganda navbatdagi doralash vaqtida tozalanmagan bak ichiga kimyoviy aralashma quyilib, u aralashma o'simliklarga zarar yetishi mumkin yoki aksincha hech qanday foydasiz ham bo'lishi mumkin. Shu sababli har safar ishlatib bo'lgandan so'ng purkagichni toza holatda saqlab olib qo'yishlarini tavsiya beramiz. Purkagichni tik holatda saqlab qo'ying deyishimizga sabab, agarda purkagich yotqizib yoki boshini osmondan qilib saqlab qo'yilsa, uning, ya'ni purkagichning akkumulyator qismiga zarar yetishi mumkin. Purkash ishlarini bajarish vaqtida foydalanuvchilarimiz xavfsizliklari uchun maxsus kiyimlardan foydalanishni va shamolga qarama-qarshi purkash ishlarini bajarmaslikni tavsiya berib qolamiz. Oxirgi eslatmamiz shuki, ushbu akkumulyatorli purkagichimiz faqatgina suyuqlik ko'rinishidagi aralashmalarni purkash ishlari uchun tavsiya beriladi va ushbu akkumulyatorli purkagichimizga kompaniyamiz tomonidan 6 oy kafolat berilgan. Sizlar uchun eslatib o'taman, kompaniyamizning O'zbekistonning barcha viloyatlarida rasmiy servis markazlari va ko'chma servis xizmatlari mavjud. Oxirgi video obzorlarimizning barchasida ustakalarimiz uchun maxsus sovg'a tayyorlab qo'yayotgan edik. O'sha an'anaga sodiq qolgan holatda bugungi video obzorimizning maxsus sovg'asini qabul qilib olishingiz mumkin. Buning uchun Telegramdagi Polvon Usta Bonus botidan ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak va yuqorida ko'ringan 7 xonali sifrni qanday bo'lsa xuddi shunday qilib ilovaga kiritib, kompaniyamizdan maxsus bonusni qabul qilib olishingiz va u yerda bonuslarni to'plab mahsulotlarimizga almashtirib olishingiz mumkin. Shuning bilan birga bugungi video obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda o'zingiz qidirgan mahsulot haqida yetarlicha ma'lumot olgan bo'lsangiz, biz bundan albatta xursand bo'lamiz. Kanalimizga obuna bo'lish, izoh yozish va like bosish esingizdan chiqmasin. Barchaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.